Salom obunachilar, sizlar bilan X Reacher. Bugun ham o'yinimizga X Muxa mehmon bo'lib keladi. Kim buni birinchi qismini ko'rmagan bo'lsa, ko'rishni taklif qilaman. Juda ham qiziq bo'lgan. Mana shu uylarda noyob narsalarni o'zimiz topganmiz. Bu video noyob narsalar topdik videosining ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismini kanalimizda o'tib ko'rib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, bu videodan maqsad apoyga ko'rinib turgan qishloqi zombiylarni davolashimiz kerak bo'ladi. Va oldingi videoda aytilganidek barcha qazilma boyliklarini blogini olishimiz kerak. Aytgancha bilaman 50 ta like yig'ilgandan keyin degandim, lekin umid qilaman sizlar 50 ta like yig'ib qo'yasizlar. Shuning uchun X Muxa kirdi. Qani o'yinni boshlaymiz bo'lmasa. Xullas, mana shu to'rttalarimizdan qaysimiz eng zo'r o'ynashligimizni kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, bolalar sonlashib qo'yamiz. Yo, salom obunachilar. Men sizlar bilan yana X Muxa. Qandaysizlar? Salom do'stlar, sizlar bilan X Ruder. Kimingizda bo'lsa, birinchi qismda biz bunkerimizni oyna bilan yopmoqchi edik. Birinchi qismda ulgurmaganligimiz sababli buni ikkinchi qismda qilishga qaror qildik. Agar mana shu videoga 25 tadan ortiq like yig'ilsa, buni 3-qismini ham chiqaramiz. Aytgancha mana birinchi qismda topgan qurol gastimiz, buni suvga solib qo'ysak, qiriladi. A few moments later. Zimrod unchalik noyob resurs emas, lekin noyob resurslarga qo'shsak bo'ladi. Shu paytda men Ezerda piglinlarni qarorgohini topib oldim va bu yerdan oltin blogini topdim. Oltin aslahalarim yo'qligi tufayli ular meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Minutes later. Va men piglinlarni sondig'ini ochib ko'rdim. Aloyim ekan. Keyin esa o'zimda bor qazilma boyliklarini bloklarni yasashga kirishib ketdim. Men boshqa o'yinchilar gapirmayapti desalaring, boshqa joydaman. Xullas, bu videoda olmos blok va surat bloklarini yasay olmadim. Qachonki shu videoga 60 ta like kelsa, bu bloklarni yasaymiz. Hours later. Xullas, yana ko'rib turganlaringdek piglinlarni qarorgohiga keldim. Nice. Endi Nezir ekrandagi joyimdan bitta narsasini chiqardim. Bu mening qalqonim edi. Paytda nimadir bo'lib barcha o'yinchilar chiqib ketib qoldi.
debsan deslaring bu tagida oltin bor edi. Yeah, boy. Nice. Oh my god! Wow! No, God! Xullas Qizilqaga kirgan joyimni kesib tashladim. Nega deslaring, chunki bu yerda men juda ko'p o'ldim. Lekin men o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni topishga muvaffaq bo'ldim. Bu bloklarni nimaga qo'yibsizlar deslaring, nezir o'smaligini ekmoqchiman. Nihoyat qo'noq gazda o'stirilibdi. Va men buni bunkerimizning oldiga baylab qo'yishga qaror qildim. Mana bizning playerlarimiz ham kirdi. It o'rgatdik, ot o'rgatdik, qo'noq gazda o'rgatdik. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hali kelajakda mushukni ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mudir oltinlar qayerda? Hammasini aslida hisobording. Xullas bolalar, oltinimiz qolmabdi boshqa. Aslida hisobordib hammasiga. Shuning uchun nezirdan yana oltinni yig'ib kelishga qaror qildim. Undan oldin esa kuchsizlantiruvchi damlamay seshka masalalarini tayyorlab oldim. Pork va redstone kerak. Pork damlamani otaga qilib beradi, redstone esa vaqtini ko'paytirib beradi. Biz bularning hammasi Bedrock versiyada qilayotganligimiz uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Mudir menga redstone tashlayver. Damlamay ketgandim. Xullas men oltin olmalar yasash uchun oltin bloklarini maydalab oldim. Va oltin yetmay qolganligi sababli nezirga bordim. Va nezirga borgan joyimni kesib tashlashga qaror qildim. Chunki nezirda juda ko'p marotaba o'ldim. Agar kadrni kesib tashlasam, agar men o'qitilgan olmos kirkani ko'rsata olmasdim va men kreativ ishlatganga o'xshab qolardim. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Men hech qanday kreativ ishlatmasdan survival qilyapman. Lekin chitlar ishlatib bo'ladi. Shu paytda bitta bratdan meni o'ldirib qo'ydi. Men derdim yana qilamizda. A few moments later.
resurslar turgan joyga qo'shib qo'ydim. Juda ham chiroyli turibdi, to'g'rimi? Keyin esa ko'rib turganlaringdek ikkita golden apple yasab oldim. Boya oltingiz yetmayotganda qanday yasasiz degan savolga Nezerga borib oltin yig'ib keldim deb javob beraman. Joyi sal zerikarli bo'lganligi uchun kesib tashlashga qaror qildim. Ko'rayotganingizdek men videoning asosiy qismiga keldim. Ya'ni qishloq zombilarini topib, uni uyimga olib kirib davolashimiz kerak bo'ladi. Bu joy ham juda uzun bo'lib ketganligi sababli kesib tashlashga qaror qildim. 75 years later. Va men uzoq kutilgan zombi qishloqlarini topdim. Siz bu narsalarni kreativda olyapti deb o'ylashingiz mumkin. Lekin hammasini o'zim survivalda qilyapman. Tushunmasalaring, videoni to'lig'ini, ya'ni 1 soat 11 minutlik videoni qiziqarli bo'lishi uchun bu videoni montaj qilganman. Va bu juda chiroyli tabiat bo'lganligi uchun buni screenshot qilishga qaror qildim. Va men zombi qishloqlarni davoladim. Ko'rib turganingizdek barcha g'aznaboliklarni blogini yasadim. Olmos blok va zumrad blokdan tashqari. Bu bloklarni keyingi videoda yasayman. Agar 50 ta like bo'lsa yasayman. Zumrad blokni yasashga mana menga qishloqlar kerak edi. Qishloqlarni davolab olganimizdan so'ng zumrad blokni yasayman. Bu keyingi videoda bo'ladi. Olmos blokni yasashim uchun konga tushishim kerak edi. Bu videoda konga tushmayaptim. Shuning uchun olmos blokni yasay olmadim. Keyingi videoda yasashga harakat qilamiz. Zombi qishloqlarni oddiy qishloqqa aylanishini kutdim. Nihoyat oddiy qishloqqa aylandi. Keyinchalik bular nima qilayotganini o'zingiz ko'ring. Hammaga xayr obunachilar, bugungi videomiz tugadi. Ikkita jitar qishloqini davolab 3 ta qildik. Like va obuna esdan chiqmasin.